Assalomu alaykum do'stlar, qadrli do'stlar. Tovuq boqsam o'lib qolyapti, kasal bo'lib qolyapti deydiganlarga mana o'rdaklarimiz bor. Immuniteti baquvvat, kasallikka chidamli. Go'shtini yeyman deganga go'sht beradi, tuxumni biznes qilaman deganga inkubatsion tuxumlar qilib turib sotsalaring bo'laveradi tuxumlarini ham. Agar yo'q, tuxumini sotolmayapman deydiganlarga o'zi tezda ko'rka bo'lib jo'ja ochish qilib beradi, jo'jasini sotaverasizlar. Mana shunaqa serdaromad narsalarimiz bor. O'rdaklarimiz bolaligi ham bor, otasi ham bor, onasi ham bor. Endi tuxumga kirayotgani ham bor, tuxum berayotganlari ham bor. Egasini nomerini pastga opisiyaga yozib qo'yaman. Bemalol aloqaga chiqib telefon qilib gaplashsalaring bo'laveradi. Narxlarni anchagina kelishtirib beradi. Sotilishi srochniy ekan. Srochniga hozirga pul kerak, zarar bo'lib qolgan joyiga reklama qilyapmiz. Xo'p, manzilimiz Farg'ona viloyati Quva tumanida. Bemalol aloqaga chiqa olasizlar. Telefonda yonbosh to'g'ri qilib charchab ketganlar, obunachilarimiz bo'ladigan bo'lsa, podpiska yozib qo'yinglar. Endi ko'rayotgan bo'lsalar, kiyimlarini to'g'ri qilib olib beringlar deb aytamiz, iltimos qilamiz. Buni egasini o'zi tashlab berganda, o'zimiz olmaganmiz. Shuni hisobiga shunaqa video chiqdi-da. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.